Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil bitim sonlarda asosiy bo'lib matematikada tushgan navbatdagi 10 ta savolni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol: radius erga teng bo'lgan yarim aylanaga eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak ichki chizilgan. To'g'ri to'rtburchakning perimetrini toping. Demak, yarim aylana, unga eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak ichki chizilgan. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraydigan bo'lsak, bu yerda Pifagor qo'llaymiz. R kvadrat teng b kvadrat plus a kvadrat taqsim 4. Bu yerdan b ni topsak, ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 ga teng. Agar to'g'ri to'rtburchak eng katta yuzali bo'lsa, yuzadan hosil olib 0 ga tenglaymiz. A ko'paygan b hosil olib 0 ga tenglaylik. Endi b ni o'rniga ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 ni olib kelib hosil olib 0 ga tenglaymiz. Bu yerdan ko'paytmadan hosila a dan hosila 1 ko'paygan ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 plus a ko'paytirgan ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 dan hosila 1 taqsim 2 ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 ichkaridan hosila minus a taqsim 2 teng 0 hosil olib 0 ga tenglaylik. Endi soddalashtiradigan bo'lsak, e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 minus a kvadrat taqsim 4 ildizi e kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 teng 0. Bu yerdan maxraj tenglab olsak, 4 kvadrat minus a kvadrat taqsim 4 minus a kvadrat teng 0. Bu yerdan 4 kvadrat teng 2a kvadrat va a teng ildizi 2 ga teng bo'lar ekan. Endi buni ham faqat yer bilan bog'lab olamiz. Bu teng ildizi e kvadrat minus a kvadrat bo'lsa 2 kvadrat taqsim 4 ni qo'ydik. Endi soddalashtirsak, ildizi 2 taqsim 1 ga teng bo'ldi. A ni ham b ni ham yer bilan belgilab bog'lab oldik. Endi to'g'ri to'rtburchak perimetri 2 a plus 2 b ga teng. Bu yerda a ni o'rniga ildizi 2, b ni o'rniga ildizi 2 taqsim 2 yerni qo'ysak, ildizi 3 taqsim 2 yerga teng bo'lar ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol: fx teng ax kvadrat plus bx plus 1 funksiyaga y teng 7x plus e to'g'ri chizib 1,5 nuqtada urinadi bo'lsa, a minus b taqsim ni toping deyapti. Endi x ga 1 ni qo'ysak, a plus 1 teng 1 ni qo'ysak, a plus b plus b teng 5. Bu yerda a plus b teng 4. Endi funksiyadan hosil olsak, bu burchak koeffitsiyentini bo'lyapti. Burchak koeffitsiyenti 7 ga teng. 2 uni hosil olsak 2ax plus b. Endi x ni o'rniga 1 ni qo'ysak, 2a plus b teng 7. Bu yerdan a plus b teng 4, 2a plus b teng 7. Sistema qilib yuborsak, a teng 3, b teng 1. y 1,5 nuqta y teng 7x plus l to'g'ri chiziqqa ham tegishli bo'lgani sababli x o'rniga 1, y o'rniga 5 qo'ysak, l bu yerda minus 2 chiqadi. Demak, a minus b taqsim l, a 3 ga, b 1 ga, 3 minus b 2, l minus 2 ga teng. 2 minus 2 ga bo'lsak minus 1. Yani bu siz javobga to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savol: agar a plus ildizi 2 taqsim 2 b teng 5 bo'lsa, a b sonlar ratsional sonlar. Bu holda a kvadrat plus b kvadratni toping. A bir ratsional son bo'lsa, bu yerda yoni ham ratsional bo'lyapti. Demak, ratsional sonni yo'qotish uchun ratsional sonni ko'paytirish kerak. Bu yerda faqat b 0 bo'la oladi. Bu 0 bo'lsa, a teng 5 bo'ladi. A kvadrat plus b kvadrat teng 25 plus 0 teng 25. Aniq integralni hisoblang deyapti. Bu yerda oldin qovusni ochib yuboramiz va soddalashtirib chiqib 9x minus 18x kvadrat plus 12x kubi 1dan 1,3 gacha oldin 1 ni qo'yib, keyin 1,3 ni qo'yib ayirib hisoblaydigan bo'lsak, natijada bizda 14 taqsim 9 bu ham javobga to'g'ri keladi. 5-savol: funksiyadan hosila olib 1 ni qo'ysang 0 bo'ladi va fx teng ax kvadrat plus 2x bo'lsa, a'ni toping deyapti. Funksiyadan hosil olsak, 2ax plus 2
1 ni qo'shsak 2 plus 2 bu 0 ga teng bo'ladi deyapti. Bu yerdan a ni topsak minus 1. 6-savol. X minus 1 ning 4-chisi minus x kvadrat plus 2x teng 3 kvadrat tenglama nechta ildizga ega? X minus 1 ning 4-chisini yozib olamiz. Buni x minus 1 ning kvadratiga olib kelamiz. 1 ni ayirganimiz sababli 1 ni qo'shib qo'ydik. Mana cosni ichi x minus 1 ning cos kvadratini beradi. Demak bizda x minus 1 ning 4-chisi minus x minus 1 ning cos kvadrati minus 2 teng 0. X minus 1 ning cos kvadratini 4 deb olsak, 4 kvadrat minus 2 ta minus 2 teng 0. Bu yerdan t teng 2, t teng minus 1. Minus 1 qiymatini ololmas, chunki sonning kvadrati minus bo'la olmaydi. Demak, 2 ni olsak, x minus 1 ning cos kvadrati 2 x teng plus minus izosi 2 plus 1 ga. Demak, kvadrat tenglama bitta ildiziga ega ekan. To'la sirti 24 pi bo'lgan shar ichiga sizga eng katta hajmli silindr radiusini toping deyapti. Bu yerda sharning to'la sirti 4 pi kvadrat 24 pi ga teng bu yerda. Qoldi r kvadrat teng 6 ga teng, izosi 6 ga teng. Endi mana to'rtburchakli uchburchakdan Pifagor qo'llasak 2r kvadrat h kvadrat plus 2r cos kvadrati bu yerdan hni topamiz. Izosi 4r kvadrat minus 4r kvadrat. Agar silindr hajmi eng katta yuzari bo'lsa, hosil kelamiz. Odatdagi silindr hajmi asosan ko'paygan h pi kvadrat ko'paygan h. Demak, h ni o'rniga ildosida 4r kvadrat minus 4r kvadratni olib keldik. Bu yerdan soddalashtirdik va narsada r kvadrat teng 2r kvadrat bo'ldi. Bizada shar radiusi r izosi 6 ga teng, izosi 6 ni olib kelib qo'ysak, silindr radiusi, asosiy radiusi izosi 3 ga tengligini topsak bo'ladi. Keyingi savol. Tengsizlik yechim. Sistema yechimi to'plamini toping deyapti. Bu yerda bir tarafga o'tirasak, maxra tenglasak x plus 4 ning cos kvadrati minus x minus 4 ning cos kvadrati taqsim x minus 4 x plus 4. Bundan keyin soddalashtirsak x kvadratga 16 qisqartirib 16x 8x plus 8x 16x taqsim x minus 4 x plus 4 kichik noldan son oraliqqa qo'ysak minus tekislikdan minus 4 gacha, noldan 4 gacha. Endi mana bu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, minus 1 ga ko'paytiramiz. X minus 2 ko'payib x plus 5 noldan kichikga teng. Demak, bundan ham son oraliqqa tashlasak, x tegishli minus 2 oraliq bu bilan birlashtirib yuborsak, bu yerda minus 5 dan 4 gacha birlashma 0 dan 2 gacha bu joqqa to'g'ri kelar ekan. To'qqizinchi savol. Quyidagi integralni hisoblang. X ni 8 plus x ni 8 ko'paygan ln 8x dx. Bu yerda belgilashga kiramiz. ln 8x ni u desak, bu bir taqsim x dx ga teng bo'ladi. X 8 dx ga teng bo'lsa, v x 9 taqsim 4. Formulaga ko'ra u minus bega v d u edi. U bu x ni 9 taqsim 9 ko'paygan ln 8x minus integral v d u x v x 9 taqsim 9 bir taqsim x dx. Demak, soddalashtirsak x ni 9 taqsim 9 ln x minus x ni 9 taqsim 81 plus. 10 savol. Kavak shar berilgan bo'lib, devor qismi hajmi 936 piga teng, devor kalonligi 6 ga teng bo'lsa, kavak sharning radiusini toping deyapti. Devor qismi kavak sharning umumiy qismidan
kavak qismini olib tashlasak, qoldi 436 pi teng 4 taqsim 3 pi. Umumiy radiusi r plus 6 kubi minus 4 taqsim 3 pi rning kubi. Ya'ni kavak qismini hajmini oldik. Bu yerdan soddalashtirsak, kavak qismining hajmi radiusi 3 ga teng bo'lgan umumiy kavak sharning radiusi r plus 6 9 ga teng. Shu yergacha bir nimadir o'rgangan bo'lsangiz, biz demak maqsadimizga yetdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha